hovli remontida bo'ladimi, kvartira remontida bo'ladimi, agar shu narsani noto'g'ri hisobga oladigan bo'lsangiz, sizga qulaylik keltiradigan narsa noqulaylik keltirishni boshlaydi. Ya'ni ko'pchilik domofonni eshikka o'rnatadi-da, mana shu devorgami, kvartirada shuni kiraverishgami qo'yib qo'yadi. Bu albatta juda ham noqulay bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Qanday to'g'ri joylashtirish bo'yicha tavsiya beramiz va mana shu domofon bizga qanchaga tushganini batafsil narxlar bilan aytamiz. Biz hozir qayta ta'mirlashga olgan obyektimizdamiz. Bu hovli faqat issiq kunlarga moslanadi. O'shuning uchun biz domofonni faqat tashqariga qo'ydik. Bu yoqda oshxona, bu yoqda umumiy yashash joyi va bu yoqda ham umumiy yashash joyi, bu yoqda umumiy o'tirish joyi bo'ladi. Shuni hisobiga domofon juda ham joyida joylashgan bo'ladi. Endi kvartirada bo'ladigan bo'lsa, hovlga, kuxnyaga yoki spalniyaga qo'yishingiz mumkin. Umuman olganda domofon o'zi qo'yish kerak, chunki siz chet elda bo'lasizmi yoki ishda bo'lasizmi, bemalol uyga kim kelyapti, kim ketyapti xabardor bo'lishingiz mumkin. Agar chet elda bo'ladigan bo'lsangiz, tozalovchilarmi, gilam yuvuvchilarmi, shunday kirib narsani olib chiqib ketish kerak bo'lgan odamlar kelganda, o'sha joydan turib shunday eshikni ochasiz va ular chiqib ketgandan keyin shunday eshikni yopib qo'yasiz. Bo'ldi, siz bemalol uyingizni chet eldan turib ham boshqarsangiz bo'ladi. Bizga shu domofon displeylari bilan ustanovkasi hammasi qanchaga tushganini opisание yozib qo'ydik. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.